Ko'rib turgan mashina BYD Song L mashina bo'ladi. Bu Song L orqa eshigi ochilmayapti. Kelasizda. Kayt bismillah bunda eshik ochsanglar bo'ldi, eshik ochilmaydi. Mana bo'lsa oldi eshik bo'lsa, mana eshik ochilyapti. Bu yoq eshik ochilmaydi. Nega ochilmaydi? Mana shu sentr zamok deyiladi. Mana shu sentr zamok ketib qolgan. Xitoydan zakaz qildirib, olib kelib, mana shuni qo'yib beramiz. Xudo xohlasa olib bitgandan keyin ham videosini ko'rsataman. Mana. Ochilmayapti. Hech olsamsa eskisini? Simini o'zi var u mana. Hop. Mana eskisi hozir olib kelib qoling degina. Bu yangisini qo'yib, bitkazib beramiz. Inshaalloh. Eskisi. Bitsin. Bitgandan keyin ko'rsatamiz. Mana so'nggi yil mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana shu eshikni kelib ochgan paytda mashin ruchkadan tortsa ochilmayapti. Mana hozir ochilyapti. Mana ichida hech kim yo'q. Mana shu zamok ketib qolgan edi. Bilasizlar, zamogini Xitoydan chaqirtirib mashinaga qo'yib berdik. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hamisha BYD Avtomaster xizmatinglarda kelaverasizlar.